Assalomu alaykum. 2026-yilda 26-avgust kunida video olyapmiz. Endi keling, sizlarga penobloklarning narxlari va 2020-yilda qurilgan penoblokdan uyimizni ham ofisimizni ko'rsatamiz. Keling. Xo'sh, bunga qanaqa ishlovlar berganmiz? Rotman urganmiz. Mana qattiqligi dahshat, baquvvat. Keyin yaqinroq olib keling. Mana qangi shpaklovka qilingan. Mana xonachamiz ham 3 ga 4 xonamiz. Fasadni mas o'zi mana shu gips o'zidan tiyagachalar chiqarganmiz va shuni yopishtirilgan. Bemalol turadi. Konditsioner ushlamaydi dedi-ku, bemalol konditsioner ham ushlaydi. Mana shunaqangi akkuratnicha loyishvoq qilinmaydi asosiysi. Razmerlar keladigan bo'lsak, 20 ga 20, bunaqasiga 30, uzunligi 60 bo'ladi. Devor qalinligi uy qurmoqchi bo'lsangiz, xuddi mana shunaqangi shaklda 30 qilib terasiz va mana qurilgan uylarimizni ham bir ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana bemalol baquvvat bo'ladi uylar ham. Eshiklar shunaqa holatda qotirlar. Bu tepalariga pirmichka latokchalardan qo'yganmiz. Va ularni ham ko'rsatsak, qurigan holatda mana shunaqa ovozlari chiqadi, tankillagan, mustahkam, yengil. Mana bu latokcha qismi bo'ladi. Bu eng ustiga aylantirilgan sesma poyezd o'rniga qo'ysa bo'ladi, bemalol foydalansa bo'ladi va pirmichkalarga, deraza va eshik romlar uchun. Bu ham xuddi shunaqa kayfiyat. Va kafelni kley bilan teriladi bu mahsulot, loy bilan yoki shuvoq bilan terilmaydi. Kafelni kley xizmatlarimiz ham bor. Bir qopi 25 dona blokka yetadi. Bir qop kafelni kley kilogrammi ham 25 kilo bo'ladi. Buni ham narxi 30 ming so'm bo'ladi. Dastavkalar mutlaqo bepul buni ham. Sement mana shunaqa shaklda idishchalari bilan bir 4 ta idishcha sement solinadi. Suv 60 litr va mana shunaqangi Euro gipslardan foydalanadi. Bu Euro gipslar sho'rlamaydi. Shpaklovka, rotmanlar shundan ishlatiladi. Keyin mana shunaqangi penalardan foydalanadi. Mana tushib ketmaydigan yaxshi pena bo'ladi. Xuddi shu shaklda qorishtirilib, qoliplarga solinadi. Xuddi shu qoliplarga quyilgan holatdan keyin ustlari tekislanib, tashqari tarafga ochiq havoda quritiladi. Kelimiz mana peregorodkalarga ishlatiladi. Razmeri 12 ga 30, uzunligi 60 bo'ladi. Buni narxi esa 10 ming so'm bo'ladi. Dastavkalari mutlaqo bepul. Samarqand bo'ylab buni ham. 20 lik bloklarimiz razmeri narxi 14 ming so'm bo'ladi. Buni ham dastavkalari mutlaqo bepul. Samarqand bo'ylab. Bu 25 ga uzunligi balandligi 30, uzunligi 60 bo'ladi. Bunimizda ham xuddi shunaqa katsenda qurigan shaklda bor, cheklanmagan miqdorda. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak 16 ming so'm, buni ham dastavkasi mutlaqo bepul. Bunga konditsioner yoki shkaflar qotirsak bo'ladimi deganga, bemalol mana konditsioner qotirib qo'yamiz. Bu binoni qurganimizga 2020-yil qurgan bo'lsak, o'sha paytdan beri mutlaqo bemalol turibdi. Hech bir og'irlik yoki osilib qolgan joyi yo'q. Endi keling, nima maqsadda uy quriladi desa, bunga shkaturka qilinmaydi. O'zi tekis bo'lganligi hisobida shkaturka qilinmaydi va issiq-sovuq izolyatsiya qilish shart emas. Hamda tez ko'tariladi. Loy shuvoqning o'rniga bloklar tikka bo'lib, loy shuvoq ketadigan xarajatingizni ichlarini bemalol remont qilsangiz bo'ladi. Pardasi va gilamlarni. Ichki ko'rinishi mana xuddi shunaqa shaklda akkuratligina bo'ladi. Asosiysi mana burchaklari ham bir xil tekis, idealni bo'ladi. Adresimizga keladigan bo'lsak, Samarqand viloyati Tayloq tumani, Urgutga yaqinroq. Urgut bilan Tayloqning eng o'rtasida joylashgan. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqasiz va bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Va bunaqangi videolarni uy qurmoqchi bo'lgan do'stlaringizga yuborib qo'yasiz.